Bugun mana bizga 2D yevro setkalar yoki gabyon setka ham deyilardi. Shuni yashil rangdasini bir nechta turdagi formatlari yetib kelgan. Format o'lchamda bular hammasini balandligi 2 metrlik va eniga 1 metrlik, balandligi 2 va eniga 1.20 lik, balandligi 2 metrlik hamda eng kattasi balandligi ham 2, eni ham 2 metr. Bu 2D setka, ya'ni 3D yevro setkaga o'xshagan qovurg'alari bo'lmaydi, sababi buni romkaga olib qo'yiladi. Har xil do'konlar yoki hayvonlarda qafaslari uchun, yirtqich hayvonlarda qafaslari uchun ham juda mos keladigan variant. Kategini o'lchami 5 ga 5 sm da bo'ladi, qo'l sig'maydigan holatda hamda simini qalinligi 3,5 mm lik bo'ladi. Xudxud setkada 3D yevro setkalar ham, 2D yevro setkalar ham mavjud. Ayniqsa mana bu 2D yevro setkalarni format o'lchamini buyurtma asosida chiqarib berishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni 1 ga 1 metrdan boshlab eng kattasi 2,5 ga 2,5 gacha bo'ladi va ularning o'rtasidagi o'lchamlarda ham buyurtma olib qolishimiz mumkin bo'ladi. Siz bizga, ya'ni Xudxud setkaga quyidagi raqamlar orqali bog'lanib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi va bizga qayerga nima maqsadda setka o'rnatmoqchiligingizni bayon qiling. Va agarda o'rnatish xizmatlari ham kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham chiroyli qilib, tugal qilib bitirib berishga harakat qilamiz.